Nozaxon, mikrofon qani oling. Bir dialog qilsak. Yurtimni go'zallari ham go'zal, Dilnozasi ham go'zal. Ba'zan bilasizmi, bir satrni eshitganimda ozgina rashqim qo'zg'aydi. Xo'sh. Agar ko'nglimni rom etsa, o'shal Sheroz jononi qaroxoliga baxsh etkim, Samarqand u Buxoroni. Bu nima degan gap? Axir bizni go'zallarimizdan go'zalrog'i bormikin dunyoda? Chalila qadrli janoblar, go'zallar uchun qarsaklarni. Hofiz bergan Samarqandu Buxoroni bir hol uchun. Tursunzoda atagandir Osiyoyu Afriqoni bir yor uchun. Hasis degin, mayli, meni dashnomingga rozidurman. O'zbekiston berilmaydi na hol uchun, na yor uchun. O'zbekiston tojim mening, tojni pinhon etib bo'lmas. O'zbekiston orim mening, orni ehson etib bo'lmas. Har narsani istasang sen topib beray, mayli, valek. O'zbekiston ona vatan aslo in'om etib bo'lmas. Salomat bo'ling. Ayollar bor uchun quyosh nur sochar. Ayollar bor uchun lab g'uncha ochar. Ayollar bor uchun go'zaldur bashar. Ayollar bor uchun erkaklar yashar. Yashay! Yashar. Ayol zoti kamon bo'lar. Aha. Erkak zoti o'q. O'q kamonga ilinadi, boshqa iloj yo'q. Kamon o'qni mahkam tortib quchmoq bo'ladi, o'q tortilgan sari yiroq uchmoq bo'ladi. Davomi bormi? Qarigandan keyin ko'ngling bo'lar to'q. Na kamon bor, na o'q.